Inson tug'ilib o'sgan zaminiga o'zgacha mehr qo'yadi. Uni ardoqlaydi, e'zozlaydi. Vatan deya alqaydi. Siz u bizga tuprog'i zarga teng. Saxovatli zaminda dunyoga kelish, ulg'ayish, kamol topish, mehnat qilish baxti nasib etdi. Kunma-kun, soatma-soat yuksalib borayotgan Andijondagi muhim o'zgarishlar, yangilanishlar, inson manfaatlariga qaratilgan islohotlarning samaradorligi shahar ahlini daxldorlik tuyg'usi ila mehnat qilishga undamoqda. Qadim va navqiron, go'zal va betakror deya ta'rif olgan Andijon shahrining yildan-yilga iqtisodiy salohiyati yuksalib bormoqda. Ertamiz egalarining har tomonlama komil inson bo'lib voyaga yetishlari, ilm-fan cho'qqilarini muvaffaqiyat bilan zabt etishlari, zamonamizning ilg'or shaxslari bo'lib ulg'ayishlari uchun ta'lim maskanlariga alohida e'tibor, rag'bat ko'rsatilmoqda. Ularning moddiy texnik bazasi yangilanib, innovatsion pedagogik texnologiyalarning amaliyotga joriy etilishiga ustuvor maqsad sifatida qaralmoqda. Siz tasvirlarda ko'rib turgan 23-umumta'lim maktabi aslida 1959-yilda qurilgan. Ziyo maskanida o'quvchilar 2 smenada ta'lim olayotgan edilar. O'g'il-qizlarimizga qulaylik yaratish, ta'lim maskanining imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida joriy yilda 740 o'ringa mo'ljallangan maktabning qo'shimcha binosi qurib bitkazildi. Bunday muhim yangilanishdan so'ng Ziyo maskanining qiyofasi butunlay o'zgacha, fayzli ko'rinish kasb etdi. Endi o'quvchilarning yangi, shinam, ko'rkam oshxonasi, turli ma'rifiy tadbirlar uchun mo'ljallangan zali va zamonaviy sport arenasi